Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 85. sure Buruj. Mekke'de nazil bo'lgan 22 oyat. Nahayat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Burujlarning egisi bo'lgan osmon bilan, qiyomat kuni bilan, juma kuni bilan, arif kuni bilan qasamki, o'raklarning egilariga la'nat bo'lsin. O o'raklar lovuldab turgan o'tlar bilan to'ldirilgan edi. Ayni vaqtda ular o'g'reklar ustida o'ltirib, o'zlarining mu'minlarga qilayotgan ishlarini ko'rib turadi. Ular mu'minlarni faqat g'olib, madihiga loyiq Allohga iymon etganliklari uchun yomon ko'rdi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Mu'min er va mu'min ayollarga ziyonkashlik qilgandan keyin kufrdan qaytmaganlar shubhisizki jahannamning azobiga duchor bo'ladi. Ularga o't bilan azob qilinadi. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlar shubhisizki ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga sazobar bo'ladi. Bu cho'ng baxtdir. Parvardigoringning jazosi shak shubhisiz qattiqdir. Alloh xaloyiqni haqiqatan yo'qdan bor qiladi. Ya'ni o'lgandan keyin ularni tirildiradi. Alloh mu'min bandalarning gunohlarini mag'firat qiluvchidir, ularni do'st tutuvchidir. Har ishning egisidir, nihoyat ulug'dir. Xolig'ini qiluvchidir. Ey Muhammad, sen lashkarlarning Fir'avn va Samudning qissasidan xabar topdingmi? Quraysh mushriklari ashu kofirlarga nozil bo'lgan azobdan ibrat olmay davomli inkor qilishyotdi. Alloh kofirlarning atrofini qurshab turg'uchidir. Balki ular inkor qilgan narsa Lavhul Mahfuzda saqlangan ulug' Qur'ondir.